Hammaga salom, o'tirganlar, meni tanigan va bilmaganlar. Ijod qilishdan oradan ancha vaqt tanaffus qildim. Sababi Toshkentga kelganimizdan beri ko'chmamchi. Bilmaganlar uchun aytib o'tib ketay. Qisqacha o'zim haqimda. O'znavoylikman. Oddiy qaynana kelin videolarimdan tanilganman. Zalatoy yerimdan boshqasiga turmushga chiqmaganda nimalar bo'lar edi? Bir burda qotgan ongizor bo'lib, och qolib, ichim burilganda ming so'm pulga xor bo'lib, tinchlikdan kunimni o'tkazgan bo'lardim. Hech qaysi ishda omadim yurishmay xor maqtanishmasu, qaynanam to'ydan oldin kelinim qari qiz bo'lib, ersiz o'lib ketmasin deb kelin qilganlar. Bu men erim kelin bo'lib tushgan joyini gulatishga emas, barxokadagi bozorga aylantirib o'tirishni kelganman. Palakatli qonimda bor, sepurniga chang to'ldirib kelganman. Ungacha blog yurgizayotganimga 1,5 yil bo'libdi. Toshkentga ko'chib kelganimizga 1 yilcha bo'lib qopti. Bu videodagi uy meni kuzatadiganlar eslasanglar, bolam bilan birga Toshkentga ko'chib kelganimizdagi birinchi uyimiz edi. Yangi joy, begona uy, uydan bu uyga ko'chib yurish, bu men tugul bolalarimni ham o'zi charchatdi. Xo'p, nega arinda yashaysiz? Uyingiz yon berak deb deydiganlar bor. Uyimiz bor. Navoiyni burchagida, qishloqda bor faqat. Unda turolmaysizmi? Zarurmi sizga arendada turib Toshkentga kelib yashash deganlar ham bor. Shu vechna zarurligidan hamma narsani Navoiyga tashlab, bir o'zim uydan qochib chiqib kelganman. Bolamni olib Toshkentga qarab. Nima uchunligi va bu videoning davomi agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, profilimga obuna bo'ling. Keyingi ikkinchi qismida davomini ulashib boraman.